Buyuk İpek Yolu 2026 yil. Mana aziz do'stlar 30-mart. Bir oy ro'za ham yo'lda tutilgan edi. O'zbekiston Sport faxriylari uyushmasining raisi hurmatli Bahodirjon aka Maqsudovni talabiga binoan men Buyuk İpek Yo'lini Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston hamda mana endi Xorazm viloyatidaman. Agar Turkmaniston ruxsat bersagina biz kirib boramiz. Bu mana o'sha Tuproqqal'a, Qizilqum, Xorazm tuprog'idaman. Hademay Urganch shahriga yetib boraman. Assalomu alaykum. Rahmat akajonim. İsmingiz Qahramonmi? Bizga yo'lda bitta Dallabosh to'xtab etdi. Shu yo'lda Qahramon akangiz sizni to'xtatadi dedi. Bahodir birni ziyorat qilib kelyapmiz do'stlar. Bahodir Naqshbandlarni ziyorat qilib keldingizmi? Ziyoratlaringiz qulluq bo'lsin aka. Marhamat. Baksamayım odamlarım ozgina bir hojatini chiqarsam o'zimda maza qilaman. Sizga boru shu 5 kilometr yo'l bosaman sizga. Kuniga 200 aka, 250 bosaman. Ha? Men sizga hozir 10.000 kilometr yurgan bir kiyim bozorga ketaman. To'xtang. Do'stlar, bu yanlış yoldayız. Doğru gelen.